Bugungi mavzuyimiz musulmon hunarmand, musulmon usta haqida bo'ladi. Birinchidan, biror bir kasb, biror bir hunar, biror bir mehnatga kirishlikdan oldin u hunarni shariatdagi hukmidan xabardor bo'lishlik kerak. Inson bolasi borki, bir hunar va kasb egasi bo'ladi. Insoniyat mana shu kasb va hunar egalariga endi usta deb aytamiz, ana shu ikkita so'zni tushunasizlar. Hunar va kasb egasi. Ve insonlar mana shu hunar va kasb egasi bo'lgan ustalarga muhtoj bo'ladi. Avval musulmon ustani, musulmon kasb egasini axloqi haqida suhbat qilishlikdan avval ana shu qilinadigan kasb yoki hunar haqida suhbat qilamiz. Avvalambor bu hunar shariatda ruxsat berilganmi, yo'qmi? Shuni bilib olishlik kerak. Shunday bir kasb, shunday bir hunarlar borki, musulmon kishi bu narsalarni qilishligi mumkin emas. Gunoh, ma'siyatga sabab bo'ladigan ishlar bor. Shu hunarni qilishlik musulmonga mumkin emas. Masalan, erkak kishi ayollarni sartaroshi bo'lishligi. Chunki bu kasbni qiladigan kishi ayol kishini sochini ushlaydi, badanini ushlaydi, ko'zi va qo'li zino qiladi. Musulmon erkak kishiga bunday hunar mumkin emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Al-aynani tazni va zinahuma nazar va zinahuma nazar val yadani tazni va zinahuma lamas." Ikki ko'z zino qiladi. U ikkisining zinosi qarashlik, nazar solishlik. Ikki qo'l zino qiladi. U ikkisining zinosi ushlashlik. Ayollarning sochini oladigan erkak kishi ayni mana shu ikkita gunohni doimiy suratda qiladi. Endi bu ishni qilmaslik haqida o'ylab ko'rsin. Yoki ayollarga xos bo'lgan kiyimlarni tikadigan erkak kishi. Erkak kishini tikuvchi bo'lishligi halol, ammo ayollarni kiyimini tikib, uni ustini o'lchab, kiygizib, u yog'ini to'g'rilab, bu yog'ini to'g'rilab, ko'zi tushadigan holati shariatda mumkin emas. Agar u musulmon erkak kishi tikuvchi razmerini qizi yoki ayolga ayttirib oldirgan chog'ida ham kiyim bitgandan keyin uni kiydirish, to'g'ri kelmay qolgan joyini to'g'rilab qo'yish uchun albatta bu ayol kishining ro'parasiga keladi. Yoki odamlarga ovqat olib beradigan odam ana shu pannasini ustida harom ichimliklar ham keladimi? Musulmonga mana shu narsa ham mumkin emas. Ovqat olib berishi yaxshi narsa, lekin bu ko'tarib kelayotgan narsalar ichida aroq bo'ladigan bo'lsa, shu bir spirtli ichimliklar bo'ladigan bo'lsa, bu kishi harom amalni qilayotgan odamga xizmat qilyapti, unga ko'mak ko'rsatyapti. Demak, bu narsa ham mumkin emas. Endi aytaversak ko'p. Endi har bitta hunar egasi, har bitta kasb egasi, musulmon usta o'zini qilayotgan ishini shariatdagi hukmini avval bilib olsin. Biror ishni, hunarni tanlashlikdan oldin. Ota-onalar ham farzandlarini bir hunar kasbga berayotganda avval shar'iy hukmini bilsin. U bola muayyan falon kasbni qilganligi uchun zo'r pul topmaydi. Alloh taolo yozganligi uchun topadi u pulni. Assalomu alaykum, hunarmand qiyo obunachilari. Bugungi eshikimiz 2 dona yarim eshik bo'ldi. Yarim eshikni Manaka Agahiy mahallasini uch tomoni xonadonni ustamcha qildik. Ikkitamiz Qaro'nasvetdagi Muatfi 08lik laminatdan bo'ldi zakasni. Men ishni holadan ko'rishingiz mumkin. Zamoklarni ham shahxonadan qo'yib berdik. İşini yapılışına hürmetleyin. Bu bormatda. Bizden kıymetlenmesi bir bilip oldu. İşini yapılışını, iş yapılışını. Şu mesela hürmetler şeyde işki. İşin ömrünü uzaytırdı bu derse. Asıl bir yapılışı. İki tarafından bir ustamız. Evet. Eşiğimiz belenti 1.96 ve 1.10 oldu bu. Belki eşik ise 1.96 ve 1.20'lik oldu. Dakikasal hoyki belenti rakarken belki eşiğinde ikisi bir liniyada bulup çıksın dedi. Bir liniyada olduğuna kadar alacak.
Ama eshiklar to'g'risida fikringizni ayting. Nechgaga eshiklar? İşte yaman yaxshi önce. Mana gördüngiz. O'zingiz bir açıp beklep görüp hangin belki eshikni. Gelin yana. Ruchkasi qattiqroq. Umri uzoq bo'ladi-da. Ava kerak keyin 1-2 yildan keyin. Mana. Nechilik tavsiya etasizmi xalqimizga? Zo'r. Savollarni xohladingizmi, kraskalarini? Zo'r. Gullar oyna ajib. Zamonaviy ishlayman. Eski ishlarni buzilgan qazg'on qilyapmiz. Ishlarni qazg'on qilib. Mavi ishlar, qo'llarni bunday. Hamisha yaxshi ishlarga qatnashib kerak. Ilohim rahmat ağa. Rahmat. Daha da keyingi ishlarni xudo xohlasa aytib beramiz. Ay nasib etsa xudo xohlasa. Bariga ishlam. O'tkilarni ichiga eshik. Bekle bering asosda. Torting. Mana. Asa hurmatli obunachilar, sog' salomat bo'lasiz. Eshik temasida savol-javoblar, eshiklar kerak bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Xudo yasab beramiz qo'ldan kelgancha. Sifatli narsalarni ishlatib, eng birinchi halol. Hamma narsasi qattiqqa bo'lmaydi eshikda. Xudo xolasa sog' salomat bo'ling. Pochta nomerlarini qoldiramiz. Gelip göremen deseniz, manaktan bo'laman deseniz, tamam o'tkiram holatlarni yana bemalol ochib beklanishga gelip göreverasiz. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilari. Yangi bozorga xudo xolasa bir eshikimizni kelib ustanobga qildik. O'tgan videolarda ko'rgan bo'lsanizlar kerak. 3 eshikni kelib ustanobga qilib ketdik. Keyin bir yarmasi bordi, shuni kelib ustanobga qildik. Ko'rishingiz mumkin. Eshikning holati vaqtimdan chap qurgan bo'lib, shunda turibdi. Ya mayar skoch urilgan. Nima shu gaplashdi? Hayatdagi usuldagi rossiyskiy fason eshigimiz 1.600.000 so'mda bu eshik. Kerakli hollarda ustanobga qilib beramiz. Koronavirus ichida. Bizdan kuzatishda davom eting. Sog' bo'lin, salomat bo'ling.